bir so'm pulsiz atrofda hali ham pulga sotilayotgan mana shu turdagi original rossiya firmaga tegishli benzobilani sizga tekinga berib yuboramiz. Aytib o'tganimdek, mutlaqo tekinga, faqatgina hoziroq mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omadni yozib qoldirib qo'yganingiz uchun bizning do'konlarimizda hozirgi kunda original rossiya firmaga tegishli sepstralari 32 talik qilib ishlangan 58 gilza portionli akalar mana shu turdagi benzopilalardan birini 1 so'm pulsiz sizga tekinga berib yuboramiz. Aytib o'tganimda videoni shartini bajarib qo'yishni unutmang. Videoga like bosing va kommentariyaga kirib omad deb yozib qoldirib qo'ying. Bizning do'konimizga kelib, xohlagan turdagi, mana shu turdagi motobloklardan birini xarid qilib olganingiz uchun do'kon ichida joylashtirilgan omadli barabanimizni aylantirib, mana shu turdagi benzopilalar, shurpayor, bolgarka, drel, shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovrinlardan birini 1 so'm pulsiz tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, mana shu turdagi instrumentlardan birini qanday qilib tekinga yutib olish shartlarini to'liq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'ragan, xo'jalikka, uyga ishlatgani 7 ot kuchli motobloklarda eng moshnisi va eng baquvvatidan ko'rsatgan degan akalarimiz uchun agroservis do'konlarimizda ko'pchilik akalarimiz so'ragan Texa firmasidan Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan motoblogimizni 7 ot kuchli variantlarini e'tibor berishlaringiz mumkin. Rollari gidravlikali variantlardan olib kelib qo'ydik akalar. Bitta qo'lda o'zida bemalol o'ngga, chapga burilish imkoniyati bor. Bu nima uchun foyda beradi? Agatlarning orasida mana shu turdagi pluglar va undan tashqari o'zini orqasiga aravalarda ulab ishlatganingizda ham rollari bemalol gidravlikali bo'lib burilib bera oladi. Xo'p, bu motoblogimizni hozirgi paytda ma'lumotlarini tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ma'lumotlari yoqilib o'tirib benzinli bo'ladi akalar. Motorlari 170 motor, 7 ot kuchli motoblok. Motoblogimizda boshqa motobloklardan farqi, e'tibor beringlar, boshqa turdagi 7 ot kuchli motobloklar soatiga 700-800 grammgacha rasxod qiladigan bo'lsa, bu motoblogimiz soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladi. Motoblogimizda yurgizish joylari zavodnoy orqali. Nima uchun rasxod kam deb so'ragan akalarimiz uchun karburatorlarini yaponskiy karburatorlardan qo'ydirib olib kelganmiz. E'tibor berishlaringiz mumkin. Karburatorlarni o'ziga ham garantiyalargacha qilib beramiz akalar. Bu motoblogimizda aytib o'tganimda bemalol soatiga 0,5 litr benzin rasxod qiladigan qilib tayyorlab qo'yganmiz akalar. Motoblogimizga 3 litrli benzin baklaridan qo'yilgan. Bu degani sizga 6 soat davomida bemalol xohlagan ishingizni qilib yurishlaringiz mumkin. Xohlasangiz yerlarni haydashingiz mumkin. Xohlasangiz orqasiga pluglarni qo'yib, xohlagan paytingiz agatlarni olib, plug sifatida yerlarni haydab ishlatishlaringiz mumkin. Va undan tashqari motoblogimizni motor qismiga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan. 170 motor bo'lishiga qaramay akalar, motoblogimizni moy datchiklarigacha qo'ydirib olib kelganmiz. Agarda motoblogda moyi kamayib yoki suyulib tugab qoladigan bo'lsa ham, motoblog o'zi avtomatik o'chib qolish funksiyalari bor. Va bu motoblogimizni mana shu turdagi motorlarni qo'yganligimiz uchun reduktorlarni ham usulini qildirib tayyorlatib olib kelganmiz. Motoblogimizda reduktor qismi bloklari 2,5 santimetrli bloklardan qilib ishlangan bo'ladi, qalin blok bo'ladi va undan tashqari ichki tomon shestrna o'qlari ham katta 32 lik o'qlardan foydalanilgan bo'ladi. Bu shestrnalar sizga bemalol 10 yil, 15 yilgacha bemalol xizmat qilib bera oladi. Faqatgina motordan, korobkadan yog'larini uzmasdan vaqti-vaqtida quyib tursangiz bo'ldi. Bu motoblogimizni aytib o'tganimdek, hozirgi paytda reduktorlari 450 talik usulinli varianti bo'ladi. Bu motoblogimizni ko'pchilik akalarimiz biladi, 150 talik, 250 talik, 350 talik
va 450 talik variantlari bor. Hozirgi paytda eng usulli varianti 450 talik korobkali variant hisoblanadi. Keyinchaligiga orqasiga qishloq xo'jaligi bo'mlari uchun o't o'radigan mini jatkalarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda rollari uzun varianti bo'ladi. Oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Motoblogimiz qator oralariga yurib ishlash uchun ham 60-70 razmerlarga bemalol o'zgartirishlaringiz mumkin. Undan tashqari orqasiga ulangan pluglarimizda esa e'tibor bering, xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga, xohlasangiz o'rtaga qo'yib, ham plug vazifasini bajarib beradi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Ham plug vazifasini bajarib beradi, ham agatlarni olish uchun balonni izidagi agatlaringizni ham olib ketish imkoniyati bor. Bu degani universalni plugimizda xohlasangiz kartoshkalarni kavlashda, agatlarni olishda va plug sifatida yerlarni ag'darishda ishlatishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda sotuvimizda bor bu universalni pluglarimizdan ham. Motoblogimizda o'zini komplektlariga hozirgi kunda frezalari, dokumenti, kulishlari va 1 yildan garantalarigacha qilib beryapmiz. Motoblogimizga qo'yilgan mana shu turda gidravlikali ballonlarni esa xohlaganlar uchun 200 ming so'mdan boshlab 450 ming so'mgacha raznisada kelishilgan holatda mana shunday gidravlikali qilib tayyorlab bera olamiz. Buni o'zini zavodskoy ballonlari gidravlikali bo'lmaydi, shunisiga e'tibor berishlaringiz mumkin. Motoblogimizda hozirgi paytda o'zini zavodskoy ballonlari va undan tashqari bu 450 talik original variantlarini komplektiga freza, dokument, kulich va 1 yildan garantalari bilan narxlarini 4 500 ming so'm baho aytyapmiz. Aytib o'tilayotgan narxlardan kamroq kelishtirib beramiz. Bu motoblogimizda aytib o'tganimdek 4 xil reduktorli varianti bor. 150 talik, 250 talik, 350 talik va 450 talik. Eng prostoy 150 talik korobkali variantlarini bizning do'konimizdan kelib 3 200 ming so'mdan olishlaringiz mumkin. Agarda sizga eng baquvvat va eng mощность kerak bo'lsa, 450 talik korobkalikdan qilib beramiz. Xudo xolasa bizni duo qilib, maza qilib ishlatib yurasiz. Motoblogimizga orqasiga ulangan pluglarimiz esa hozirgi paytda 650 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha mana shu turdagi pluglarimizdan bor. Bemalol kelib, bulardan ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Hozir aytib o'tilayotgan narxlardan motoblogda kesalarini tushib beraman va undan tashqari mana shu turdagi bonuslardan birini tekinga beraman dedim. Faqatgina videoga like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying va kommentariyaga kirib omadni yozib qoldirib qo'ying. Bizning do'konimizga kelib, xohlasangiz Texa motobloglarini, xohlasangiz boshqa turdagi motobloglarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda birini xarid qilib olganingizdan keyin bizning do'konimiz ichida joylashtirilgan. Hozirda sizlarga videoni boshida aytib o'tganimdek, omadli barabanimiz joylashtirib qo'yilgan. Kelib motoblog xarid qilib olganingizdan keyin bu omadli barabanni aylantirasiz. Aylantirganingizda sizda tashqarida ko'rsatilgan benzopilalar, shurpayor, bolgarka, drel, shunga o'xshagan dori sepadigan apparatlar, 100 xil noshq so'rinlar mana shu omadli baraban ichida joylashtirib qo'yilgan. Faqatgina videoga akalar like bosib kelishni ham unutmanglar. Kelganlaringda motoblogda aytib o'tilayotgan narxidan arzoniga qilib beraman va undan tashqari mana shu yerda tushgan sovg'alardan birini ham 1 so'm pulsiz tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Manzillarimizni so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalarini eng arzon joyidan va Optim bazasidan xarid qilib olaman degan akalarimiz ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.